Bir oyda. Yo'q, tikashamat. Yo'q, Topsa bo'ladi. Mamnaq qilish kerak. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Necha pul so'radi? 12 ming. 12 ming? Voy, bla, o'zi shuncha kreditim borligida kerak menga shu. Tushunibsizlarmi? Buni poytaxt parking qilibdi-ku. Tushunganman-da. To'xtanglar. Bunday qilaylik-da. Aka, balashni oling, ha? Boray qanaqa bilasiz? Olaylik. Bu yaqin atrofda magazin ham yo'q. Apteka ham yo'q. Mayli unda ber. 50 ming. Keyin men bunaqa qilamiz-da. Kiyimga e'tiborliroq bo'lish kerak. Vot. Unda bunaqa qilamiz. Kimdir yuribdi. Bu ham tinchlik yo'q. Подождите. Biz bir oyda shu summani ishlab topsak, bu summani topish uchun qancha ishlashimiz kerak? Menga qaranglar, bo'lmagan gaplarni qo'yinglar. Mana yangi programma chiqibdi. Kalso.uz avtozapchaslar bor ekan, bozordan ham arzon ekan, bir oydan 3 oygacha bo'lib to'lashga berar ekanda. Ha mayli. Biz shundan zakaz qilsak, tekinga dastavka qilib berar ekan. Shunda 3 ta mashinani yasasayda, chet elga qarab sursak qanday bo'ladi? Ha nima qilamiz bo'lmasa? Meni yaxshilab eshitinglar. Yana manmi? Alo. Bankdan bezovta qolman. Tabriklaymiz, siz 10 million so'm pul yutug'iga ega bo'ldingiz. Yutug'ni olish uchun esa iltimos, telefoningizga kelgan SMS kodini e'tiboring. Bo'l, yozib oling. 1239. Rahmat. Hozir kartamga pul tushadi. Qachongacha ko'chada yuramiz? Ha? Ha bu kreditimga olib qo'ygan pulimni ham yechib olibdi-ku. Yana ko'chada qolamizmi? Jonimga tegib ketdi, hammasi bitta narsani eplab qila olmaysiz. Voy, pul! Bir kesa qo'shaloq kelar-ku. Iye? Fashifka-ku? Obbo baxmoqlari. Shunchalik ham no'q bo'lishasanmi? Ana $3 bekor tayladim-da. Odam sadaqa ham qilib turish kerak. Men bularga nima qildim hozir? Bambo.